Sizlar mani yappa-yangi endi qolipdan chiqqan videoyimga. Bugungi videoda biz juda ko'p modlar bilan o'ynaymiz. Mana shunday avtomat modlari va o'shalar bilan o'ynaymiz. Mana shu xullas boshladik. Hop, avvalo biroz kuchayib olamiz. Daraxt yoramiz, chopamiz so'roq. Hop. Biz endi taxtayla bizni bolta bor. Biz bu bilan nima qilishimiz mumkin bilasizmi? Mana bunday qilishimiz mumkin. Axir resurs paklar bor-ku. Agar xohlasangiz mana shu resurs paklarni yoki mana shu shaderni o'zingizga yuklab olmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimga o'tib qo'ying. U yerda hammasi bo'ladi. Hatto bunda o'yinchi ovozi ham eshitilib turadi. Bo'ldi, hozircha yetadi. Endi biroz sayr qilaylik. Mana bu nimaligini bilolmadim, o'shanga suvga tashlab yuboraman. Xayr. O'rtoqlar, sizlarga mana shu shader yoqdimi yoki oddiy Minecraft yaxshimi? Keyingi videoya shader bilan bo'lsinmi yoki oddiy Minecraft kabi? Albatta kommentariyada yozib o'ting. Biz esa qishloq qidirib yo'lga chiqamiz va yo'ldagi qo'ylarni o'ldirib ketamiz. O'q cheksiz xohlagancha otsa bo'ladi. Hammasini olib olamiz. Mana bu yerda kol ham bor ekan. Hech qanday hozir montajlarsiz video olyapman. Xuddi hekerga o'xshab. Agar mana shu bir xil joylar sizga qiziq bo'lmasa, yozib o'ting. Keyingi safar montaj bilan bir xil narsalarni tezlashtirib video olaman. Baribir men sizlar fikringlarni bilmoqchiman-da. Sizlar fikringlar muhim. Hop. Bu yer qanday joy? Voy. Biroz bo'lsa-da ko'mir yo'qmi? Mana bu ko'mirmi? Yaxshi, ko'mir bor edi bizda. Hop, ana. Bizni versak ham yo'q-a. Modga qarab versak esa chiqib ketibdi-yu. Versak esa olamiz. Cho'p bor. To'xta, bo'ldi, shunda. Axir men bunday mod xabarlayotganman-ku. Mana shuni yasasam bularni yasash qiyin-da hali. Menga bor bularni yasash. Mana shu ham yaxshi edi. Voy, to'xtanglar. Bo'ldi. Hop, biz hozircha buni yasaymiz. Va aslaha yasamoqchi emasmiz, fanar yasamoqchi edim. Afsus, uni qo'lga olib bo'lmaydi-da. Bo'lgani zo'r ish bo'lardi. Boshqa ilojimiz ham yo'q-da. Hozircha mana shu kirka bilan ham yurib turaveramiz. Endi pastga ketdik. Mining qilib chiqamiz. Mana bu birinchi temirlarni demoqchi edim. Bo'lsa mayli, chopaveramiz buni ham. Olamiz va hammasi bittada olinadi. Yana pastga tushamizmi? O'zi unchalik yaxshi konga o'xshamadi. Assalom. Tugadi bo'ldi. Tepaga yana qaytib chiqib ketamiz. Hali tun bo'lishiga bor bo'lsa kerak. Tundan ham qo'rqmayman, miniganim bor.
qilib yursam ham bo'ladi. Mana buni meni yaxshi. Hadi tosh ekan-ku. Mening gamlar parchalayman. Bechora. Yosh ketdi-da bala. Qo'ylar. Cho'chqa ekan bittasi. Cho'chqani o'ldirmaymiz. Ona go'shti bizga umuman kerak emas. Ketdi taxtalar. Biz avval qo'yib olaylik. Biroz ishlar suv berishdi va bitta hammasini kiyib olamiz. Yani ovqatlar berishdimi? Yaxshi. Yana yo'qmi? Yo'q, bo'ldi. Bo'ldi. Shuni endi buni olamiz va ketishyapti. Yotoq yasash kerak, yotoq. Shunda qayerdan olaman? Mana buni meni ekan. Voy, rosa suv tushar ekan. Kechirasiz. Kechirmadi. Endi rang kerak. Chunki menda jinlar bor, lekin rang yo'q. Agar bunga zombi apokalipsis modini qo'shgan, mana bo'lar ekan. Yaxshi. Nimaga qizil? Bu ko'ku. Mayli, qizil yotoq ham bo'laveradi. Creeper. O'zim ko'maganim yaxshi. Tush. Yaxshi, mana shu yerda hozir uxlab olamiz. Birato'la. Bo'ldi, esladim. Axir rang kerak-ku bizga. Uchta mana bunday ranglarni yasab, keyin taxtalar junga berib olish kerak. Qanaqa qilardi, esdan chiqib qolibdi. Endi qarib qoldik deyman. Qani endi. Mana bunimi? Nima bo'ldi? Xo'p, bir rangni qo'yamiz. Qiziljon. Yana rangni qo'yamiz, yana qiziljon. Va uchinchi qo'yamiz, yana qiziljon va bizda qizil yotoq bor. Endi uxlab olamiz. Mana kelasi kunni ham boshlab oldik. Mana shu siqilib ketgan joyda o'zim ko'rolmayapman. Endi tepaga chiqamiz. Mana buni albatta olib ketamiz deganimda qorong'i bo'lib ketdi. Ana yorug'lik bor ekan-ku bu dunyoda. Endi bugun men qishloq topishga harakat qilishim kerak. Kim bu? Sklet.